Kariz xolamiz, pochchamiz, qaynonam va o'g'lim bilan ertalabdan sayohatga yo'l oldik. Yo'limiz 2 soat bo'lganligi uchun qornimiz ochib qolmasin deb Kariz xolamiz bizga kimbapa beryaptilar. Har doimgidek o'g'lim yo'lda uxlab qoldi, qaynonam esa astoydil mashinani minib ketyaptilar. Bitta Koreya janubiy va shimoliy bo'lib, yuz ko'rmas bo'lib bo'linib ketishgan. Bugun esa Shimoliy Koreyani chegarasini ko'rgani keldik. Mashinaning ichidagi kameralarni shunaqa qilib to'sib qo'yishar ekan, chunki bu yerda videoga olish va rasmga olish umuman mumkin emas ekan. Faqatgina soldatlar shu yerni rasmga olsangiz bo'ladi yoki shu yerni videoga olsangiz bo'ladi degan joydagina rasm yoki videoga olsangiz bo'lar ekan. Shimoliy va Janubiy Koreyani o'rtasida katta bog' bor ekan. U yerga Shimoliy Koreya ham Janubiy Koreya ham umuman tegishi mumkin emas ekan. Videodagi ko'rib turgan manzarangiz 70 yildan beri odamzodni qo'li tegmagan, oyog'i ham tushmagan joylar ekan. Men uchun qiziq bo'lgan narsa xuddi shu daraxt bo'ldi. Chunki bu daraxt o'zidan ko'pik chiqarar ekan va bu daraxtning nomi albatta ko'pikli daraxt ekan. Bu yerda esa Shimoliy va Janubiy Koreyaga borib keladigan poyezd bo'lgan, lekin hozir u poyezdni olib tashlashgan. 70 yildan beri odamzod kirmagan joylarni chiroyliligini qaranglar. Ilgari qatnab yurgan poyezdni ko'rinishini yasab qo'yishibdi va bu poyezdning ichiga kirib topinglarchi nimani ko'rdik. Mana manzarani qaranglar, odamzod bormagan joylar juda ham chiroyli bo'ladi-ya, tavba. Shimoliy va Janubiy Koreyani o'rtasidagi bog'ga hech kim borishi mumkin emas ekan. Agar kimdir borib qolsa, urush boshlanishi aniq ekan. Nima deb o'ylaysizlar, nimaga Shimoliy va Janubiy Koreya yuz ko'rmas bo'lib ketishgan?